Tamашalap atam. Qaysi qancha bo'ladi? 110 mingga oqsoqol bermay atat. 150 ming deb. 150 ming deb atasiz. Yo'q, 120 deb atasiz. 120 ming. 30 ming tushdi. 30 ming yaxshi tushib tursiz. Yo'q, reklama qatib ketsin-de. Reklama qatib ketsin. Nima qildi do'stlar? Oqsoqolni izleshet-ku. Aytingchi, so'zingizni aytingchi. Nasıl iş bilsin? Bulam gap sal. Siz so'zingizga javob bera olasizmi oqsoqol? Yemi buldan. Yo'q, javob bera olasizmi? Inson men cho'ntog'imga tushib ham qoladi. Javob bera olasizmi? Lekin Musom jonamini beraman deb ota chay pul. Qanday jeri bor? Mana shunday bo'lgan bozor. Kanal oyog'ina chayin ko'ringizlar do'stlar. Aldida yaxshi videolar kirgizganmiz. Buyursa, like'dan bosib qo'yingizlar. Assalomu alaykum, Don Xabar kanalining ko'ruvchilari. Prigorodiy Malbazor 12-fevral 2022-yil. Biz bu 3 qanchadan so'ratyaptilar, Murat? 45 dan so'ratyapmiz bunda. Bo'lgan. Yaxshi. 1 yashar bo'lib qolgan-ku, Murat. Bozor beryapti-ku. 40 dan berib aytam deydi, aka. 3 baş. Bu dishi uylar bo'ladi bu yerda. Mana bu yerda 43 ming so'rayman deydi, aka. Urg'achi, torpoq. 1 yashar bo'lib qoldi? Ha? 1 yashar bo'lib qoldi? 8 ay. 8 oylik. Bozor berdi-ku? Ha? Bozor berdi? Bozor 40 beradi. 40 beradi deydi bozor mana. Oldindan qarab, to'qol ekan son. Bunday bo'lgan. 1 yashar bo'ldi. Mana aka, bu yerda bir turganimiz öngdü düştü son torpoqlar deydi. 32 dan 30 tushib beradi. 32 mingdan so'rayapti. Urg'achi moshni. Qanchadan berdi bozor? Bozor. Qanchadan berdi? 29 dan berdi. 29 dan berdi deydi. 29 dan berib beribdi mana. Shunday bo'lgan. Mo'jidi. Assalomu alaykum aka. Sotildimi? Qancha so'rayapsiz? Ya aka. Qancha so'rayapsiz? Bazini aytib qo'ying. 40 deydi. 40. Barli tegiz 40-35 shunday bo'ladi. Unda unazindar. 1 yashar bo'lib turgan. Jaylovga keta turganlar. Bilsa cho'ng'roq chaqni o'taveraymi? Mana bu yerda 90 ming deydi. Uy. Muzosu menen. 80 ga berib edingmi? Süt bag'atında deydi. 82 ga berib beribdi. Qancha litr süt beradi endi? Qancha litr süt beradi aka? Assalomu alaykum. 7 litr süt beradi deydi. 7 litr süt beradi. Torpoq erkek urg'achi. Urg'achi torpoq qanchanchi tut aka? 4-tut. 4-tut, ha? Bunun 2 torpog'i bor-da. Ha, egiz tug'an. O'zim torpog'ini olib keldim. Bu torpoq yaxshi uydun balasi. Ha. O'ziniki bu qolchi. O'ziniki bu qadang. Qulog'imda bir kaz jo'g'on deydi. Ha, shu. Bozor 80 qancha berdi? 82 berdi deydi. Berib berdim deydi. Shunday bo'lgan. Uy bas. Jo'sh deydi. Tepbaydi. Sütü yaxshi, qaymoqdi deydi. Aka, o'zingizlar urg'atasizlar. Shunday bo'lgan bozor. Bu yerda Qunazin turadi 60 ming deydi. Aka. Galstinmi aka? Galstin deydi 60 ming. Qunazin hali. Bu qadar qachib qolgan o'xshaydi? Qachilik deydi. Ba berdi bozor. 58 ming berdi shuna. 58 mingga berib berdi aka. Shunday bo'lgan bozor. Qanchadan ketdi, brat? Qanchadan? Mana 35 mingdan. 35 mingdan. Do'stlar, like bosamiz, do'stlar. Boshqalarga bo'lishamiz. Like bosamiz. Подписаться кнопкасын басып, подписаться кнопкасын басалектер. Qo'ng'iroqni bosib qo'yingizlar. Mana uy bozoriga kelib qolib qo'ysiz. Uy bozorina. Mana 70 ming deydi, bo'z uy. Ikkinchisini endi to'ydi deydi. 70 ming. Rahmat. 76 ga ketdi aka. Ha, ketelik deydi 76. 76 ga berib berdik mana akamiz. Ben sana ona sen vermem. Ben de sana düz mü? Allah Qancha beradi? Qancha beradi asbak? 76 oldu. 76 yarım. Bak elden 1,5 milyon çok veriyorum Murat. Al bu şey ver. Qancha litr süt beradi? Etke bu. Ha, etke soygonga deydi aka tuğandar. Semiz cho'mken. Benden kaçmadım. Ber, ber. 8 ona sen verme. Qancha so'rayapsiz? Qancha berdi otasiz? 78. Ha, 78 berdi otdi aka. Bana vermezsin başkası yiyecek. Vermem. Bir şey yok. Çok hoş.
Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi? O'chirib aytsan. Nimaga? Jo'nda taqdir qo'yib YouTube'ga cheyin chiqarib yotasan. Yo'q, biz bozorga keldik-da, uyga bormadik-da, turib. Bozorga. Ba'zini aytib qo'ysangiz ketaveramiz. Dalsha. Mazu 45 ming. Mana. Bo'ldi. Bo'z, puri shvits deb 100 ming so'rayotgan. 100 ming. Qanchisini to'yib aka? Ikkinchisini to'yibgan mana. Mana yerda 100 qancha deysiz? 150 va? 150 so'rayapman dedi. Bo'z deb, mana 120 ga berib edim dedi. Shunday. Qanchisini to'yibgan aka? Üçüncüsünü to'yibgan, ha? Bunaka jelinderi. Nazaf kaldı deb tuğuşuna. 120 ga berib ediniz. Emin bayka ekoz ile şilişip atasiz. Qancha qalsa beresiz. Bunday bas. 130 ga olsa berib bereyim deb o'ylanib qoldim. 130 ga bere. Bozorda mal ko'p. Alarmanlar qanday bayka? İşini aytib qo'ying. Yaxshisini olib olatar. Yaxshisini. Ha, yaxshisini. Ana biroq qo'ydanlar jur'at 15 yildan beri. Ha, yaxshi. Mana bayka. Mana 150 ming so'rayim deydi. 120 ga berib bergan bayka mana. 130 ga beresiz, ha? 130 ga bereyim deb otam. Ha, bu o'ylanib qolsiz. Bu qaysi yerda turadi ham bu mal? Qarabaltan Paltavka selosida. Paltavka selosida. Nomer aytasiz bir telefon je. Hem görücülü. Aha 501 64 60 70. Sağ rahmat bayka. Sodanız bolsun, ha? Bayaka geldik Naves'in astına. Bu yerda elite uylar turadi. Shular bilganga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum qandaysiz? Yaxshi. Qanchadan ekan? 200 ming. 200 ming, ha? 200 ming deydi aka bu yerda. 8,5 ay bo'z deydi. To'yinda qolgan deydi. Qancha berdi bozor? 170 qilyapti deydi. 170. Shunday bo'lgan. Uy, mana jelinlari. Yaqinda to'yitgan. Bu shvitskimiki ekan? Qancha bas? Basni aytib qo'ysiz. 35? Ya. 135 ming deydi mana yerda shvits. Yaxshi ko'rinmaydi qaranqida. Ayda qo'yib narxlar qirtasini. Keliniz. Aha. Şaf. Mana kim onday bo'lgan. Aldım lan. 170 ga beribsiz ha aka? 170. Qancha olsa berasiz buni? Kishni qo'shsa berasiz. Kishni qo'shsa berasiz deydi. Telefon nomer aytasizmi? 471 73 73 75. Shunday nomerga chalaversiz. Biroq kechinda soat 8dan chalmangizlar tug'anlar. Çalaversin. Chalaversinmi? Ha, bo'ldi endi. Biz malcha odamlarga var. Ha, malcha. Любой время javob beraman deydi. Biroq ala turganlar chalsin. 90 ming deydi, Galstinda. Galstin 90 ming. Torpog'i menami? O'zili 90 ming. Qancha berdi bozor? Berot 75 berot. 75 berot. Qancha litr süt beradi? Chaqani teshet sağan. Ne? Yaxshi. Bu yerda bir bayka 98 ming alındı bayılıb atatdı. Realni bağlar 98 ming. Qancha litr süt beradi ekan bilmaysizmi? Ya. 20 deydi tug'anda. 20 litr жаңы tug'anda beradi deydi. Tak 115 ga aldınız. 115 ga aldım balasını. Aha. Nima bo'lsa qayta sotib beraveramiz. Qayta sotib paydasına. Faydasiga. Qancha litr süt beradi ekan endi? 15 ga garantiya berdim ben. 15 ga garantiya berdi deydi. Paydası 4-chi tuvut ekan. Shunday bo'lgan bozor. Bozor qanday bayka bozor? Bozor ko'tarilib o'tadi. Ha, bax, yaxshi, rahmat. Bozor ko'tarilib o'tadi deydi bunaka. Yaz kelib o'tadi buyursa. Bundan yerda 120 ming deydi bir. Galstin biyik ekan, Galstin qo'y deymi bu? Oo, buyuk bu. 120 ming deydi. Hajam bir yoqqa ketib qolibdir. Xo'sh. Emelarni so'rayin dedim men. Qizir o'xshaydi. Ekranga batmaydi-ku chirkin. 105 mingga berib berdim o. Bu bo'zmi, qizirmi? Bo'z 3 ay deydi. 105 mingga berib berdi Galstin. Bozor bo'yicha eng cho'ng uy shul o'xshaydi. Bu yerda bir shvit torpoq turadi, 1 yoshga chiqar ekan. Qancha oylik bayka? 5-6 oylik 53 ming so'raying deydi. Bo'la turgan bu ekan, biroq. Bozor berdi-ku bayka bu? Yo'q, Bozor berdi. 51 ming berdi deydi. Berdi. Kuruk 55'ten. Kuruk 55'ten. 60'tan. Bunaki.
Ушундай болгон баа. 3, 4, 5, 6, 7 бука. 7 бука. 60'tan kurup 55'ten. Kuruq 55'ten. Bazar qanchadan bermedingiz? 45'ten surap atat. 45'ten surap atat deydi. 50'den surap atat. Ары кандай сурап атат, Рахмат, содаңыз болсун. 80 bin. Канчадан болуп атат баасы? Булар Расход. 80 миңден болот му букалар? Жок, 80 миңден болот. Abi o yüzden tamamını bilgen bir oğa berel ben. Yok buna dost eken aytkan bolsa 80 bin falan. 80 миң. Канча баш? 4 baş 85 bin verin. Так, 4 башты 85 миңден болсо берем дейт. Мына 5 баш бука 55 миңден берем дейт мынакей. Бул жерде bir брат. Канчадан бербедиңиз эми ушуну айтып коюңузчу. Сурай элек дейт. Мейли содаңыз болсун, рахмат. Мына жерде 8 баш бука турат, 75 миңден сурайт. 75 миңден. 2 жашар окшойт. Байке, 2 жашар болуп калган го булар? 1,5 жаш дейт. Канчадан бербедиңиз эми ушуларды? Ар кандай? Бир бааны айтып койсоңуздар. 70'ten beril. 75'ten verilbeyt deydi. Anın üstünde. Жақсы, рахмат, содаңыз болсын. 8'den bu. Мына 68 миңден 5 базар бердиби ба? Valla 7 minden verdi. 67'den ha? 67'den бербеп. Ушу менен бука базарды, уй базарды аяктайбыз. Лайк басыңыздар, туганда ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Досторго бөлүшүп коюңуздар.